Assalomu alaykum, muslimam, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Qizlarjonlar, bugun biz hijomani qildik. Muslimamga, singlimizaga, muslimam, menga o'tziv bersangiz, hijoma sizga yoqdimi? Qatlaringizga qildik. Qanaqa taassurotlar oldingiz? Yuzingizni olmayman. Hijoma yoqdi menga. Asosan migren uchun keldim, lekin full body qilib to'liq oldim. Qatlaringizga, ya'ni belingizga qildik. Boshga, belga, jenskiy tomon. Oldi qismga, xugotochkalar, buqog'ingizga. Buqog'imga, tepa qismga qildim. Tepa qism, buqoqlarga oldim. Hozir endi reski hijomadan kelgan o'ziflar. Asosiy menda xo'ka problemasi bor edi. O'rtaga yelkamdan yuk turganga o'xshardi. Unda qisam bilinardi. Hozir yo'q. Hozir yo'q o'xshab turibdi. Yengilmisiz? Ko'p anaqa qilganman, nima deydi? Jeta qilib ozganman-da, bilaman, yengillashganingizni bilasiz. Da. Tutayotgandan ves yo'qotganman. Hozir endi ves yo'qotmaganman, xuddi shunaqa. Yengil his qilyapsiz. Kamida 1 kilo. Da, oldin ham hijoma olgansiz o'tgan yili. Da, hozir mana mendan oldingiz. No, bunaqa metodika hijoma olmagansiz. Yo'q, ko'pincha bitta bankaga olishadi bizanikilar, men o'pshi qilib sizga qilib berdim. Germaniyada olingan ilmlarim orqali. Masaj yoqdimi? Masaj so'ra yarim soat shogirdimga ko'rsatib, ikkinchi marta qilib, g'azeta yarim soatdan oshiq masaj oldingiz. Bellaringiz qizidi. Inshaalloh bu sizga shifoli bo'lsin. 1 yilga yetadi. Hadeb kelavermaysiz. Asosiysi, rozimisiz? Rozisiz. Xo'p. Davleniyalaringizni o'lchadik, ko'rdingiz, mana o'zingiz ayting, past edi. Davlengiz past edi. Bitta ko'tarildi. Puls baland edi, pulsingiz ham tushdi. Ko'rdingiz. Hijoma demak foydasi bor ekan. Foydasi bor. Da, ishondingiz. Xo'p. Rahmat o'qitdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohim sizga shifoli qilsin hijomani. Men sababchisiman, shifo Allohdan. Rahmat, amin, rahmat, sog' bo'ling, amin.